Hammaga salom, assalomu alaykum. O'zbekonomics podkasti navbatdagi epizodiga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men Botir Qobilov va Behzod Hoshimov. Behzod, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Botir aka, assalomu alaykum qadrli tinglovchilarimiz. Botir aka, siz ko'rib turganidan xursandman. Umid qilamanki tinglovchilar ham bizani eshitib va ko'rib turgandan xursandlar. Navbatdagi epizodimizni boshlashdan oldin biz hamkorlarimizga avval tashakkur etmoqchimiz va ularni tilga olib ketishimiz kerak. Bizning hamkorimiz bu Juri bu yetakchi muhandislik va infratuzilma korxonasi. Ular Markaziy Osiyo va Kavkazda ancha yillardan beri faoliyat olib borishadi. Ularning asosiy maqsadi shu barqaror rivojlanishga hissa qo'shish va energetikani barqaror rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shish. Juriga katta rahmat aytib qolamiz. Rahmat. Behzod, bugungi epizodimiz menimcha qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Ko'p o'yladik, nima to'g'risida gaplashamiz deb va shu meni esimga kelib qoldi. 3-4 yil adashmasam yoki 5-6 yil ham bo'lishi mumkin. Bu mavzu haqida siz bilan biz gaplashganmiz, epizod qilmoqchi bo'lganmiz, lekin qaysidir sabablarga ko'ra bu to'g'risida gaplashilmadi, lekin bu mavzu menimcha har qachongidan ham muhimroq, lekin bir narsa aytib ketish kerak. Bu mavzu biroz nima desa bo'ladi, biroz tushuntirishga undaydi. Ya'ni biz hozir ko'proq tushuntirib berishimiz kerak, nimaga aynan bu haqida gaplashamiz. Ya'ni mavzuyimiz bugun insonning statistik qiymati. Ya'ni inson hayoti pulga chaqilganda necha pul turadi? Ha, albatta bu sarlavha biroz provokatsion bo'lishi mumkin, axloqiy nuqtai nazardan yoki boshqa nuqtai nazarlardan biroz g'alati eshitilishi mumkin. Chunki siz aytishingiz mumkin, qanaqa qilib inson hayotini pulga chaqish mumkin, qanaqa qilib inson hayotini o'sha dollarga aylantirish mumkin deyish mumkin. To'g'ri savol, chunki inson hayoti bebaho, lekin shunday vaziyatlar borki, o'rtacha inson hayotini saqlab qolish uchun qancha pul ketishga yoki qancha pul sarflashga biz rozimiz yoki qandaydir bir regulyatsiyaning, ya'ni qanaqadir bir tartibga solishning natijasida qancha inson hayoti saqlanib qoladi degan savollarga javob topish uchun biz o'sha tenglamaga inson hayotini o'rtacha statistik qiymatini kiritishimiz kerak. Ya'ni biz deganda iqtisodchilar. Ya'ni men bilan Behzod bilan hisoblamaymiz, lekin iqtisodchilar bu haqida ancha dekadalardan beri o'ylashadi va turli metodikalar orqali bir dollar qiymati kelishadi. Ya'ni bu davlatlar kesimida yoki shu davlatning ichida kasblar aro yoki yoshlar aro o'zgarib turadi, lekin o'rtacha bir qiymatga kelinadi. Shuning uchun biz bugungi epizodda mana shu terminni o'zi haqida, ya'ni nima uchun bu raqam bizga kerak, u qanaqa hisoblanadi, rivojlangan mamlakatlarda insonni o'rtacha statistik qiymati necha pul va rivojlanayotgan mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda ham bu taxminan qancha bo'lishi mumkin degan mavzu haqida gaplashamiz va bu natijasida bizga xohlardimki shunaqa tushuncha bo'lishi kerak. Inson hayoti bu haqiqatdan ham bebaho va shu bilan birga qaror qabul qilishda mana shu prizma orqali qarasak, nima uchun xavfsizlikni ta'minlash, nima uchun yo'lda harakatlanish qoidalarini tartibga solish, nima uchun konlarda yoki nima uchun qurilishlarda inson hayotini saqlab qolish yoki xavfsizlik xarajatlariga pul sarflanayotganda bu shunchaki xarajat emas, balki inson hayotini saqlab qoladigan bir xarajat deb hisoblasak, ko'p narsaga menimcha boshqacha qarashni boshladi. Shuning uchun Behzod, bugungi mavzu shundan iborat. Nima deb o'ylaysiz? Qiziq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Chunki shaxsan menga bu juda ham qiziq tuyuladi anchadan beri. Men ham anaqa nima deydi, sal izohlab ketishim mumkin. Uzoqdan eshitilsa, inson hayoti necha pul turadi deganda, birinchi instinktimiz inson hayoti bebaho deyish. Ko'pincha inson hayoti bebaho deb aytadiganlar inson hayotini 0 qiymatda o'lchashga harakat qilishadi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Misol uchun qanaqadir ham xudo ko'rsatmasin kulfat bo'ldi, qanaqadir ham ofat bo'ldi, qanaqadir ham deylik tabiiy ofat bo'lishi mumkin, terroristik akt bo'lishi mumkin, shu kabi bir narsa bo'ldi.
u tugagandan keyin savol tug'iladiki, kimga qancha kompensatsiya berish kerak degan. Men endi O'zbekistonda oxirgi misollardan biri esimda bor edi. Bu metro qurilishida qulab tushgan edi. Qanaqadir ham beton va ancha ko'p odam halok bo'lgan edi va uni qurayotgan menimcha O'zbekiston temir yo'llari o'z ishchilariga kompensatsiya to'lab berishligi masalalari ko'tarilgan edi. Men esimda bor, u raqamlar masalan statistik ma'noda nihoyatda kam edi. Endi ko'plar hamma har xil fikr bo'lishi mumkin. Men kam edi, ammo iqtisodiy ma'noda bu yetarli emas O'zbekistondagi deylik iqtisodiy sharoitlarga solishtirganda. Ya'ni agar biz inson hayotini bebaho deb hisoblasak, bundan kelib chiqadigan narsa inson hayotini saqlashga harakat qilishimiz kerak jamiyat sifatida. Inson hayotini saqlashga harakat qilayotganimizda nimani qilsak qancha hayot saqlanadi degan savolga duch kelishimizga majburmiz yoki qanaqadir ma'noda mahkummizda. Chunki nima deydi? Hech kim hech narsa qilmasa unda odam o'lmaydi-da, lekin biz qanaqadir narsalar qilishimiz kerak. Masalan, iqtisodiy aktivlik olib borishimiz kerak. Masalan, mashinalar yurishi kerak ko'chada, samolyotda uchamiz. Ha, mana shunday demoqchiman. Samolyotda uchishimiz kerak va hokazo hokazo. Hamma qilayotgan ishimizdan qanaqadir ham ma'noda riski mavjud, ya'ni nol emas. Endi savol tug'iladiki, qanaqa risklarni o'z zimmamizga olamiz, qanaqa risklarni o'z zimmamizga olmaymiz. Buni biz insonlar intuitiv ravishda, masalan, siz yoki men ertalab turganda boshqa qilganda harakat qilamiz. Masalan, men 8-dars turaman, odatda sakrab tushmayman. Nimaga? Chunki katta risk o'lishimga. Ya'ni men qanaqadir ma'noda buni intuitiv ravishda anaqa o'lchashga harakat qilaman. Yoki masalan, amin bilan amin bo'lib ayta olamanki, masalan, siz qizil chiroq ko'rsangiz, katta ehtimol bilan u qizil chiroqdan tez o'tib ketmaysiz. Ya'ni uni sababi ham qanaqadir ma'noda hayotingizni saqlab qolish nuqtai nazaridan boshqalarning hayotini va hokazo. Ya'ni bu harakatlarimiz bizda intuitiv va biz aytamiz, ha, inson qanaqadir ma'noda risklarni kamaytiradi. Lekin baribir men uydan tushaman, baribir qanaqadir shaharga chiqaman. Siz ham baribir mashinaga o'tirib hayotga chiqasiz. Bu narsani o'zi bizni misol uchun qanaqadir risk olishimiz haqidagi gapda. Ya'ni men mashina olishni tushuntirmoqchiman. Qanaqa tushuntira olmayman. Ya'ni 0 bilan 1 orasida katta anaqa masofa bor demoqchiman-da. Ha, zo'r. Aynan men shuni aytmoqchiman. Ya'ni inson hayoti bebaho bo'lganda va agar bebaho deb o'sha orqali biz harakatlanganimizda biz samolyotda umuman uchmasdik, ko'chaga chiqmasdik, yo'ldan o'tmasdik, ishlamasdik, o'qimasdik, uyda ham o'tirmasdik, bilmadim-da. Chunki o'shaning uchun inson o'z harakati bilan 1 milliondan 1 o'lim xavfini olib har kuni harakatlanadi. O'sha samolyotda uchamiz, pastda ishlaymiz va hokazo va hokazo, yoki xavfli ishlarga volunteer, ya'ni xavfli ishlarga o'z idrokimiz bilan hech kim majburlamasa ham biz konga ishlaymiz yoki qurilishga boramiz. Shuning uchun inson hayoti bebaho va shuning uchun statistik hayotni qiymati haqida har qanday gaplar noo'rin deyish noto'g'ri, chunki biz o'zimizning harakatimiz bilan o'limimizni qisqartiradigan, ya'ni o'limimizning xavfini oshiradigan risklarni olamiz va narxlaymiz. Ya'ni o'zi har bitta inson hayotida o'sha o'lim xavfini oshirish yoki kamaytirish risklarini sotadi va sotib oladi. Sotib olish bor, sotish bor. Shuning uchun bu narsa menimcha muhim. Siz aytgandek yaxshi joyga aytdingiz. Agar hammamiz inson hayoti bebaho deb bilganimizda bu deyarli balki 0 deb tasavvur qilishga olib keladi. Chunki tenglamada bizni cheksiz degan raqamni qo'ya olmaymiz. Ya'ni biz xohlasak ham xohlamasak ham 0 ga teng bo'lmagan qiymatni qo'yishimiz kerak. Endi savol qanaqa qilish kerak, qanday hisoblanadi va buni natijasida eng muhim narsani aytishimiz kerak. Biz hozir qanaqadir Vali aka yoki Malika opani yoki qanaqa bir shaxsni hayoti mana shuncha so'm turadi yoki AQShdagi odamning hayoti O'zbekistondagi odamning hayotidan qimmatroq, qadrliroq deyish uchun emas, balki kollektivni jamiyatda biz har birimiz bir dona hayotni saqlab qolishga kollektivni qancha pul ishlatishga rozimizligini ya'ni raqamlashtiradi. Masalan, o'zi biz har bitta hayotimizda bu riskni hisobga olamiz. Masalan,
velosiped haydayotganda kaska taqamiz yoki mashina haydayotganda kamarimizni taqamiz va bilamizki kamar taqish inson hayotini aytaylik shartli bilmadim aniq raqamini 1000% kamaytiradi yoki velosiped haydayotganingizda agar kaska shlem taqib haydasangiz o'lim xatari qaysidir ulushi kamayadi yoki avtomobilda agar chaqalog'ingizni o'sha ma'lum o'sha car seat deydi ya'ni o'rindiqqa qo'yib uni kamarini taqib harakatlansangiz xudo ko'rmasin avariya paytida o'sha chaqaloqni hayotini saqlab qolish ehtimoli karrasiga oshadi qo'lingiz ushlab ketgandan ko'ra shuning uchun ya'ni biza yoki mashina otganman o'zbekistonda ham man ko'p o'ylayman bizada o'zbekistonda mashinani просто sotiladiku agar qismlarga bo'lib mana kamari uchun $100 mana bu ruchnoy tormoz uchun $1000 deb отдельно paketga sotilganda o'shanda biz bilardik aniq hurmatli fuqaro eng oddiy bazaviy paket 4 ta g'ildirak o'sha rama bilan $1000 lekin o'sha airbagni qo'ysangiz $100 qimmatroq xavfsizlik kamarini qo'ysangiz yana $250 qimmatroq va hokazo desangiz o'shanda bilib olasiz inson o'z xavfsizligini 1001% kamaytirish uchun $100 to'lashga rozimi yoki rozi emasmi mana shu orqali turli yo'llar orqali hisoblansa bo'ladi ya'ni o'rtacha statistik hayotni saqlab qolishga qancha pul ketkazishga rozimiz yana bitta zo'r misol man sizni ham fikringizni olmoqchiman agar ba'zilar haligacha bu tushunchani internalizatsiya qilishga qiynalgan bo'lsa stadiondamiz futbol ko'rishga bordik 1000 ta odam stadionda bor va o'sha yerda stadion diktori aytyapti pererivda birinchi taymla ikkinchi taym orasida hozir shu 1000 ta odamdan bittasi o'ladi deyapti hozir qanaqadir sababga ko'ra biz kimdir tanlaymiz shu 1000 ta odamdan bittasi o'ladi ya'ni o'lim xavfi 1/1000 lekin o'sha diktor aytsa lekin hozir hammangiz $1000 dan pul to'lasangiz o'sha xavfsizlikni ta'minlaymiz va hamma tirik chiqib ketadi desa shartli ravishda hamma $1000 to'laydi shu 1000 ta odamdan 1000 ta odam to'laydi ya'ni o'sha umuman olganda shu 1000 ta odam 1/1000 o'lim xavfini kamaytirish uchun $1000 to'lashga tayyor ya'ni siz $1000 bo'lasiz 1/1000 bu degani 10 million ya'ni o'sha o'tirgan 1000 ta odamdan kim saqlanib qolishini bilmaymiz o'rtacha bir dona odam tirik qolish uchun o'sha jamiyat ya'ni stadiondagi 1000 ta odam kollektivni $10 million to'lashga tayyor ya'ni o'rtacha mavhum statistik hayotda narxi bu misolda $10 million shunaqa desa bo'ladimi ha desa bo'ladi man bunaqa deylikda ya'ni misol matematik ravishda to'g'ri va intuitivda tushunish oson lekin qanaqadir ma'noda odamlarga ya'ni odam o'limi bilan savdolashamiz degandagi fikr begona ko'rinsa man aytmoqchimanki bu tanlovni ko'pchiligimiz qilganmiz masalan deylik siz farrosh ubirishga olib ishlayapsiz o'zbekistonda qanaqadir katta baland binoda cityda masalan u yerda ikki xil ubirishlar bor farroshlar bittasi tashqaridan oynani yuvadi bittasi ichkaridan oynani yuvadi tabiiyki masalan ichkarida deylik siz ichkarida oyna yuvuvchi bo'lib ishga kirgansiz tashqarida oyna yuvish uchun sizga qancha ko'proq pul to'lashsa rozi bo'lardingiz degan savol bu statistik hayotni o'lchamlaridan biri bo'ladi ya'ni tabiiyki masalan ichkarida oynani yuvib turgan bo'lsam man xuddi shu pulga tashqaridan ham yuvasanmi desa javob yo'q man yuvmayman xuddi shu pulga lekin qanaqadir pul mavjudki man o'sha pulga o'tda yuvishga harakat qilaman to'g'ri u yerda qanaqadir xavfsizlik kamarlari taqiladi boshqa qiladi lekin ichkaridan yuvishdan ko'ra tashqarida yuvish xavfliroq xuddi shunaqa siz aytdingiz-ku mashina sotilganda man endi hozir anaqa qilaman o'zbekistonda remenli mashina qimmatroqmi remensiz qimmatroqmi u hali ochiq savol chunki man bu to'g'risi yozganman-da chunki hammasi o'zbekiston mashina sotayotganda o'zi hamma istalgan mashina har xil anaqasi bor paketlari ba'zi darajasi bor bizda endi ko'p mashinada tam chiroqlari yoki tam rangi yoki diskasini balandlik pastligi o'lchadi man taklif qilardimki kelinglar shu mashinani kamarni olib tashlanglar xavfsizlik kamarini ya'ni
insonlar uchun nimaga xavfsizlik kamar bundan oldin ham bitta narsa aytib ketay. Bitta yangilik ko'rib qoldim, juda ham absurd deb hisoblayman. Bir haftami sog'liqni saqlash vazirligi chiqaribdi spiska. 20 ta kasallik bo'lsangiz kamar taqmaslik mumkin ekan. Ya'ni sog'liqni saqlash vazirligi 20 turdagi kasalligi bor odamga taqmaslikka ruxsat bergan. Orasiga qarasangiz, anaqa ham bor. Bo'yi past odam taqmasligi mumkin ekan yoki homilador bo'lsa, aksincha ular kamar taqishni foydasini targ'ib qilish o'rniga teskari targ'ibot bo'lgan. Mayli, bu anaqa. Ya'ni kamar taqish ularning gapi anaqaki, ularda o'sha qanaqa odamlar bor, ularga taqish qiyin, ularni jarimaga tortmayli deb. Lekin men o'zbekman, men bilaman-ku bu qanaqa ishlashini. Bu degani siz poliklinikaga borasiz, menda astma bor degan spravkani yozib ber, baraka topkur deysiz. Kamar taqqiz kelmayapti. Chunki bilaman bir xil odamlarning ko'ngliga g'ijimlanib ketadi. Men shaxsan taniyman odamlarni ko'ngliga g'ijim bo'lmasligi uchun men astmatikman degan spravka ko'tarib yuradi. Deb taqmaydi. Ya'ni bu men tushunaman, AQShda ham bor, ya'ni o'sha ba'zi kasalligi yoki yurak anaqasi qafas anaqa ba'zi kasalliklar tufayli kamar taqish sizni qiynalashtirib qo'yishi mumkin. To'g'ri. Lekin teskari o'ylasangiz, agar kamar taqmasdan turib urilsangiz, o'lasiz. Biroz noqulayroq yoki alternativ yechimlar ham bor. Masalan, homilador ayollarga kamar taqish usullari bor. Umuman taqilmasini deyilmaydi. Shuning uchun qo'shilaman shu ro'yxat kerak, lekin undan oldin aytish kerakki, kamar taqish majburiy. Majburiy nimaga? Shtraf olish uchun emas, balki sizni hayotingizni saqlash uchun majburiy qilingan deyiladi. Chunki 40 million odam orasida hamma ham tushunavermaydiki, nimaga kamar taqishimiz kerak. Bu faqat hayotni saqlash uchun. Xullas, boyagi misolga, mashinada sotilayotganda kamar olib tashlaylik hammasidan. Lekin aytamiz, hurmatli fuqaro, mana mashina sotib oldingiz, sizga bonus sifatida 4 ta xavfsizlik kamarini sotamiz. Va bu uchun borlig'i $100 pul to'laysiz qo'shimcha. Lekin sizni va sizni yo'lovchilaringizga o'lim xatari 1000dan 1 ga kamayadi. Siz rozimisiz? O'sha yerda buni biz men bilan bergan misol va siz bergan misol farqini ko'ramiz. Men bergan misol, stadiondagi misol, bu iqtisodiy terminda stated preference deydi. Ya'ni insonlarni men o'z hayotimni qanchaga baholayman deb so'ragan, siz hayotingizni qanchaga baholaysiz deb so'raganingizda inson har xil javob beradi. Bir xillar to'g'risini aytadi, bir xillar taxmin aytadi, bir xillarni gapi bilan amali to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun iqtisodiyotda shu termin bor, stated preference. Ya'ni biz odamlarni o'zi aytayotgan gapiga qarab unga baho berish. Sizni misolingiz, shu inson bilib turib uy ichida, bino ichida oyna yuvish bilan tashqarida oyna yuvishga qasddan o'zi tanlayotgan bo'lsa, bilib turib risk kattaroq va maoshi kattaroq ishga boryapti. Ya'ni o'sha yerda bu revealed preference deydi iqtisodiy termin. Ya'ni insonlarni o'z xatti-harakati orqali ularni xohish va istaklari, ularni preference, ya'ni ularni istaklarini biz ularni harakati orqali ko'ramiz. Shuning uchun siz bergan misol zo'r bo'lib, men bergan misol, ya'ni ikkita anaqa stated preference bilan real preference har doim birga bir emas. Shuning uchun anaqada ham mashina sotayotganda ham biza o'sha insonlarga so'rasangiz ham aytadi, men hayotim bebaho deydi. Lekin o'sha avtosalon paytida ba'zi odamlar $100 to'lamasa, biz bilamizki, ular hayotini shu $100 to'lab xavfsizlik kamar sotgan odamdan ko'ra kamroq baholaydi. Yo'q, qarang, mana shu qiziq narsa-da. Men shu haqida falsafaviy gaplashganimda qanaqa bo'lgan? Meni hayotim bebaho deydigan odamlarni o'sha gapi bilan amal orasida xuddi shunaqa, ya'ni endi o'lim, ajal bu men anaqa kontrol qiladigan narsa emas degan logika bilan demak taqishmaydi. Lekin xo'p, agar shu gapni masalan shu gapingizga ishonsak, nima uchun masalan uran konida ishlamaysiz degan savol bor-da. Chunki masalan uran konida ancha ko'p pul to'lashadi. Zo'r oylik to'laydi, ha. Endi to'g'ri, zo'r oylik to'laydi, chunki hech kim ishlagingiz kelmaydi anaqa xatarli. Siz yo'q, bu anaqamni sog'lig'imni buzib qo'yadi-yu degandek gap aytish mumkin. Xo'p, demak sog'lig'i buzsangiz, demak bu o'limni qanaqadir ehtimol ma'nosida gaplashasiz-ku deb gapirsa bo'ladi. Va menimcha nima desam ekan, men bu tanlovda bu yaxshi ko'rinadi. Masalan, mana deylik, beton quyish bor xonadonlarda. Beton quyish bor yo'lni chetida,
trassada yurayotganda yo'l remont qilishadi-yu, u qimmatroq to'laydi-da. Endi O'zbekistonda ham hattoki masalan turg'un joyda asfalt qilishdan ko'ra, ya'ni anaqa potok bor joyda remont qilish anaqadan qimmatroq. Xuddi shunaqa o'sha oyna yuvish birinchi etaj bilan 27-chi etajda katta farqi bor. Ya'ni o'sha birinchi etajdagi maoshga 27-chi etajda yuvishga ko'plar rozi bo'lmaydi. Mana shuni farqini hisoblab turib va 27-chi etajdagi ham ehtimol. Ikkinchisi, bu odamlar ehtimol nazariyasini yaxshi bilmasligi ham bor. Ya'ni qanaqadir ma'noda endi bu haqida anaqa behavioral economicsda, ya'ni o'sha xatti-harakatlar iqtisodiyoti deydimi, behavioristik iqtisodiyot deydimi, u yerda ko'p o'rganilgan. Odamlar umuman ehtimol nazariyasi haqida yaxshi tasavvurga ega bo'lmagani uchun kichkina ehtimollar haqida nol atrofida fikr bilan o'ylashadi. Masalan, yoki ko'rinadigan, yaqqol ko'rinadigan narsalar ham kichkina ko'rinadigan narsa. Masalan, endi hammamiz hozir bu haqida ko'p gapirdik. Mashina bilan samolyot orasida, ya'ni samolyot ko'p ma'noda ancha xavfsizroq transport turi mashinadan ko'ra endi ko'pchilik uchun. Lekin mashinada yurishga qo'rqaman degan odamlar kamroq uchratasiz, samolyotda uchishga qo'rqaman degan odamlar ko'proq uchratasiz. Ya'ni qanaqadir ma'noda biz o'sha samolyotdagi qanaqadir tragediyalar boshqalar ko'proq esda qolarliroqda anaqadan ko'ra, deylik mashinadagi xatarlardan ko'ra-da. O'shanga men buni masalan tanlovlarda ham xato tanlovlar qildirtirishadi o'sha risk bilan shug'ullanganlar. Lekin keyin anaqaga nima desam ekan, amaliy bu haqida gaplashaylik. Xo'p, mayli. Falsafaviy ma'noda hayotga narx qo'yapmiz, hayotni baholayapmiz dollarda, so'mda yoki pulda. Xo'p, nimaga bu kerak edi o'zi, tegi desak, biz bundan oldin sal-pal aytib ketdik. Bu har xil turdagi nima deydi, o'zgarish kiritishlarni, fojialarga kompensatsiyalarni va ikkita tanlov orasida tanlayotganda pulda tanlashga imkoniyat berishi. Mana shu haqida qanaqa misollaringiz bor, ya'ni o'shani bitta o'lchash. Misol, masalan, amaliy misol bo'lsa, aytaylik, siz amaldorsiz. Men hozir xayolimga o'ylab topaman, gapirayotgan paytimda o'ylab gapiraman. Ya'ni siz amaldorsiz. Masalan, O'zbekistondagi bitta amaldorsiz, istalgan AQShdagi amaldorsiz, qaror qabul qiluvchi. Kabinetingizga ikkita narsa qo'yishdi, ikkita tanlov. Bittasi bu bitta chorrahaga asfalt qilamiz va svetofor qo'yamiz. Ikkalasi narxi bir xil. Ikkita proyektning narxi 10 million yoki 10 milliard so'm deylik. 10 milliard so'm. Bittasi chorrahaga svetofor qo'yamiz va asfalt qilamiz. Buning natijasida yilga bitta inson hayoti saqlanib qoladi. Ikkinchi proyekt bu xuddi shunaqa pulga ega barcha tumanlarda shu tibbiy, shu skoriy mashinalarni update qilish, yangisini olish. Masalan, Damas o'rniga xavfsizroq mashina olish yoki shunga o'xshagan. Ya'ni ikkalasi 10 milliard so'm turadi. Birinchisida yiliga bitta odam hayot saqlanadi, ikkinchisida 10 ta odam hayot saqlanadi. Siz amaldorsiz. Byudjet cheklangan. Ikkalasi 10 milliard so'm. Qaysi birini moliyalashtirasiz? Birinchisida ikkalasi bir xil pul ketadi. Endi uni siyosiy anaqalarni olib tashlaymiz, masalan, korrupsiya yoki siyosiy narxlarni olib tashlagan hisobda siz o'sha chorrahaga svetofor qo'yib bitta odamning hayotini saqlab qolasizmi yoki skoriy mashinalarning yangisini olib ko'proq, ya'ni 10 ta odamning hayotini saqlab qolasizmi degan misol bor. Va siz endi nechta odam hayoti saqlanib qolishini bilmasangiz, masalan, yo'lga svetofor qo'yish bilan skoriy mashinani olish to'g'risida qaror qabul qilishda siz agar nechta odamning hayoti saqlanadi degan narsani bilmasangiz, boshqa metrikalar orqali moliyalashtirishingiz mumkin. Lekin inson hayoti mana bitta 10 karra ko'proq saqlanadi degan joyga agar mana bu statistikani bersak, mana bu xarajatni natijasida o'rtacha 10 ta inson hayoti saqlanadi yoki bu yerda bitta saqlanadi desangiz, qaror qabul qilish sal osonlashadiganday. Ya'ni mana bitta 10 ta odam hayoti saqlar ekanmiz demak, hozir bunga pul ketkazaylik deyish to'g'riroq. Lekin buning uchun biz bilishimiz kerak. Inson hayotiga qancha qiymat qo'ya olamiz. Shu misol bersam bo'ladimi? To'g'rimi? Mana oddiyroq misol bering. Ya'ni haqiqatan odamlar ko'p o'ylagan misol. Masalan, deylik,
qanaqadir sement zavod quryapti xitoyliklar masalan. O'sha sement zavod qurish natijasida deylik iqtisodiy qiymat yiliga 5 million dollar bo'ladi. Undan ham 500 ming dollari deylik soliq bo'lib odamlarga yig'iladi. Endi agar o'sha qishloqda masalan 100 mingta odam yashasa va o'rtacha qishloq aholisini umrini 1 yilga qisqartirsa bu narsa, siz o'sha qishloqda deylik 300 ta odam yashayapti deylik, endi hozir anaqa uchun osonlik uchun. Va u har bir odamlar o'rtacha umrini 1 yilga qisqartiryapti deylik, o'sha sement zavodidan chiqqan zarar hid orqali nimadir orqali hayotdan anaqa. Bu degani 300 yil umr qisqaryapti degani. Endi siz bitta hayotni anaqasini hisoblaysiz, nima deydi, qiymatini, u masalan bilmadim 2 million dollar bo'ladi. 4 ta hayot haqida gap ketyapti. Bu degani 10 million dollarlik taxminan zarar yiliga. U zavod 3 million dollarlik iqtisodiy qiymat yaratsa ham 10 million dollarlik iqtisodiy zarari mavjud deyish mumkin. Va o'sha zavod qurmaslikka iqtisodiy argument o'sha bo'lishi mumkin. Chunki bizda hozir qanaqa ko'pincha bu haqida fikrlanadi. Mana deylik o'sha zavod 120 ta odam ishga olgan. Masalan 120 ta odam ishga olgan masalan. Qotdi, to'g'ri zarari bordir, suvni yomon qotdi. Lekin deshadi-yu, o'shanda argument qanaqa bo'ladi? Falsafaviy hayot va iqtisodiyot, ya'ni ovqat yoki hayotdagi qanaqadir noto'g'ri tanlovga olib kelamiz. Biz buni umumiy mahrajga tushirib bera olamiz. Ya'ni, xo'p, to'xtaylik. Kelinglar faqat iqtisodiy ma'noda gaplashamiz. Xo'p, o'sha zavod qancha iqtisodiy qiymat yaratyapti? 3 million dollar. Qancha iqtisodiy zarar yaratyapti? Masalan 10 million dollar. Demak, iqtisodiy ma'noda, ya'ni iqtisodiy sabablarga ko'ra, pul sabablariga ko'ra buni qisqartirish mumkin. Bundan oldin yana jamiyatda ko'p muhokamaga sabab bo'lgan narsa mashinaning tezligi shahar ichida. Eslataman tinglovchilarimizga, Toshkent shahrida 70 dan 60 ga tushirilgan edi bu raqam. Va u yerda ham mamlaqa nima deydi, o'lmasak, nima deydi, yashamasak o'lmaymiz degan argument ko'p ishlatilardi. Ya'ni nimaga unda umuman mashina ruxsat berilyapti? Nima uchun hammaga masalan ham uyda o'tirsa-chi mashina haydamasa mashina o'lim bo'lmaydi-ku, endi bunday mantiqiy ravishda shunaqa-ku, to'g'rimi? Xo'p, nimaga umuman ruxsat berishyapti mashinada 70-60 ga tushirish bilan xuddi bir xildagi bir falsafaviy argument ikkala tarafdan ham gapirildi. Endi bu yerda qanaqa argument keltirish mumkin? Masalan, agar deylik, o'sha 70 ni 60 ga tushirish natijasida x yil umr saqlansa, misol uchun nechta odam o'lyapti, o'sha odamlar kamroq o'ladi yoki ko'p masalan odamlarning hayoti kerakligidan kamroq yashayotgan natijasida nechidan yil hayot yili saqlanib qolayotganini siz o'sha bir hayot yilini endi bilmayman 50 ming dollar deb hisoblasangiz, masalan 500 yil hayot saqlansa 500 yilni ko'paytirasiz 50 ming dollarga. Va tenglama nari tarafida 70 da yurganimizda necha minut yoki soat o'sha odamlar hisob qilgan bo'lardi, A nuqtadan B nuqtaga borishdi dedi. Uni ikkalasini ko'paytirasiz-da va aytasiz, mana okey, masalan agar odamlar 220 yursa, masalan Toshkentda mumkin deb qo'ysa, masalan 220 ni. Ularni o'rtacha A nuqtadan B nuqtaga borishini tezligi masalan 1 minutga ko'payadi. 2 million ta odamni 1 minutga ko'paytirasiz, qanaqadir nechidir yil hisoblaymiz. Xo'p deymiz. Lekin 220 yurganda ma'muncha ko'p o'lim bo'ladi deb mashaq ko'paytirib hisoblasa bo'ladi. Ya'ni shunaqa o'zi tegi o'zi shaxs hisoblanishi kerak. Masalan, nimagadir ham masalan transportda boshqada o'zi shunaqa kasb bor, o'sha sug'urta bilan shug'ullanadiganlar, transport bilan, sog'liqni saqlash bilan, ekologiya bilan shug'ullanadiganlar aynan shu narsalar bilan shug'ullanishadi. Ya'ni o'sha 1 kilometr soatga tezroq yurishimiz necha minut yoki necha yil hayot umrini iqtisod qilyapti. O'sha necha pul turadi? Masalan, 1 yil umr masalan AQShda 50 ming dollar turadi deylik hozir. Xo'p, endi 100 yil umr ekonom qilyaptimi? 100 yilda 50 ming dollar ko'paytirasiz, menimcha ekonom qilyapti mana shu tezlik. Xo'p, qancha zarar keltiryapti? Masalan, 10 ta bola o'lyapti. Xo'p, 10 ta bolani endi mana shunaqa qilib hisoblab chiqishadi va ikkita falsafaviy qiyin masalani matematik kelishuvga olib kelishimiz mumkin. Keyin ikkala taraf ham iqtisodchi va advokatlarni ishga olib buni sporlashadi. O'zi kino ham bor, men ko'rmadim shuni, zo'r kino deshadi. 11-sentyabr voqealardan keyin sug'urta va hukumat orasidagi sud jarayoni haqida o'sha yerda bir shu iqtisodchilar va moliyachilar aynan mana shu narsani hisoblashgan bo'ladi. Ya'ni necha puldan har bitta o'sha
teraktda qurbon bo'lgan insonlarga pul to'lash kerak bo'lgan hukumat va sug'urta kompaniyalari orasida shu bir argument bo'lgan. O'sha mana shu qanday nazariy bir fikrni haqiqiy amaliy anaqa maydonga olib kelishga to'g'ri kelgan, chunki bu haqiqiy AQSh tarixidagi katta sud ishlaridan biri bo'lgan. Shu ma'noda aytmoqchimanki, agar hozir ikkita misolni keltirdim, o'sha birinchisi masalan sement zavodi qurish kerakmi yo'qmi? Endi har doim masalan sement zavodi qurilsa kimdir aytadi, yo'q qurish kerak emas, u odam hayotini zavol qiladi deydi. Ikkinchi taraf aytadi, yo'q qurish kerak deydi. Unda nimaga ovqatlanamiz, qayerdan pul qilamiz, mumkin emas qilmaslik degan argument bor. Endi hozir men uchinchi argument keltirmoqchiman, bu anaqa parklarni kesishi haqida ham, bu haqida ozgina o'zim hisoblab aniq qilgandim. Endi yashillikning kamayishi bilan hayot uzunligi haqida argument borda, ya'ni hayot uzunligi haqida yaxshi hisoblangan argumentlar bor. Bu Xitoydagi danlardan va boshqalarda, ya'ni qancha kvadrat metr yashil zonalar kamaysa, qancha odam hayot haqida gap va o'shani agar ko'paytirib qarasak ham ko'rsa bo'ladi. Misol uchun, deylik O'zbekistondagi milliy parkni betonlashtirishi iqtisodiy zararni hisoblasa bo'ladi, misol uchun-da. Hali ham bu mavjud anaqa qog'oz qalam qilsa bo'ladigan narsa. Lekin masalan ko'l, mana Toshkentda ko'l bor edi, u ko'p kislorod chiqaradi. Ko'pchilik biladi, o'sha suvdagi alkay deydi, nima deydi, o'sha vodorosliga o'xshagan narsa juda ko'p kislorod chiqaradi o'zi hamma yerda ham, O'zbekistonda ham. O'sha masalan ko'lni quritib tegin betonlash misol uchun qanchalik ko'p kislorod tozalash prosesini sekinlashtirib, qanchalik hayotlarni qisqartirgan degan savolni qo'yib turib, biza dollarda o'sha parkni betonlashni hisoblab bera olardik-da. Ya'ni mana shu ma'noda juda praktik narsa bu. Zo'r misollar, menda yana misollar bor. Anaqa masalan konkret dollarga chaqib, mana bizda hamma pul orqali o'laydi-ku, mana qaror qabul qilishi masalan. Mana O'zbekiston hozir fevral boshi. Sal bir oy oldin qaytsangiz, O'zbekistonda asosiy muammo havo ifloslanishi. Bugun erta shu paytda havo ifloslanishi anaqa bu to'g'risida ko'p gapirildi. Havo ifloslanishining zarari haqida hammada o'zini anekdotal, ya'ni o'zini misol bor. Oynani ochsam rezinalik yotdi deydi, yoki derazadan qarasam tutun deydi, yoki borib masalan somsaxonani bizsak havo yaxshi bo'lib qoladi deydi va hokazo. Ya'ni mafhum anaqa nimada qanaqadir misollar ko'p. Lekin buni dollarga chaqish ham mumkin. Ya'ni masalan hozir aytayotgan parkimizni chopdingiz, milliy bog'imizni chopdingiz, daraxtimizni kesdinglar yoki hokazo tez, bu anaqada nimada suyakka pichoq yetib bormaydi-da. Ya'ni okey, lekin mana park ichida bino qurdik, shuncha ishchi o'rin yaratyapti, shuncha odam o'zingiz aytasiz-ku, mana O'zbekistonda qurilish ko'p kerak. Mana parkka bizni borsam Toshkentga Abdulla Qodiriy parkining ichiga binolar qurib tashlashibdi. Bu yaxshi, siz aytganingiz bo'yicha qurilish, lekin men park egasi sifatida, men shahar aholi sifatida men uchun bu yomon. Endi buni dollarga chaqib berish uchun, iqtisodiy zararni dollarga chaqib berish menimcha ko'p misollarni osonlashtiradi, ya'ni ko'p muammoni yengillashtiradi. Masalan, o'sha aytaylik, shartli ravishda O'zbekistonda yiliga 3000 ta odam o'ladi havo ifloslanishidan. Chunki bu raqam bor. AQShda hisoblangan nechta odam yiliga havo ifloslanishidan o'ladi. Bu AQShda birinchi o'rindagi o'lim sababi ekan. Hozir avtomobillardagi avariya bo'yicha o'zi ko'rinadigan o'limlar soni birinchi o'rinda turadi, lekin havo ifloslanishi orqali o'limlar ko'rinmasligi uchun ko'pincha pastroq. Lekin haqiqatda hisoblasangiz, shu havo ifloslanishi orqali AQShda o'limlar soni birinchi o'rinda turadi. O'zbekistonda rasman birinchi o'rinda turadigan o'lim sababi bu yurak qon tomir kasalliklari. Keyin avtomobilda harakatlanish. Lekin O'zbekistonda ham men ishonchim komil, havo ifloslanishi orqali o'limlar soni kam emas. Aytaylik, hozir 3000 ta desam, taxminan yiliga Toshkentda 3000 ta odam havo ifloslanishidan o'lsa, O'zbekistonda, men hozir olib kelmoqchiman, O'zbekistonda hayot narxi hozir necha pul degan misol olib kelmoqchiman. Shartli ravishda O'zbekistonda 500 ming deylik bitta insonning hayoti. Buni qanaqa hisoblasak bo'ladi? AQShda hozir mavzudan biroz cheklanaman. AQShda o'rtacha statistik hayot narxi taxminan 14 million dollar. Bu havodan olingan raqam emas. O'sha ekologiya qo'mitasi bor, transport vazirligi bor,
o'sha ishchilarni xavfsizligini ta'minlashni nazorat qiladigan bir OSHA degan departament bor, ya'ni Occupation Safety and Human qanaqadir degan anaqa bor, ya'ni turli ishchilarni xavfsizligini yoki atrof muhit xavfsizligini nazorat qiladigan agentliklarni o'z hisoblari bor. O'sha taxminan olinadigan bu o'sha EPA, ya'ni ekologiya qo'mitasini AQShdagi o'rtacha statistik hayot narxi bu $14 million deb hisoblashgan. Bu nimaga hisoblashgan? Chunki ekologiya qo'mitasi qanaqadir bir atrof muhit, havoni tozalashga qaratilgan regulyatsiyani narxini hisoblash kerak. $1 ketkizsak, havo tozalanishini nazorat qilishga qancha dollar bu qaytib keladi degan raqamni berish uchun ular o'rtacha hayotni dollarga chaqish kerak. Ular o'sha 14 million atrofida topishgan, ya'ni AQShda o'rtacha statistik hayot narxi 14 million. O'zbekistonga uni chaqish uchun metodikasi osonroq. AQShdagi o'sha yalpi mahsulotni olamiz kishi boshiga va O'zbekistonda yalpi mahsulotni olamiz kishi boshiga. O'sha O'zbekistondagi yalpi mahsulot kishi boshiga $3000 ni AQShdagi yalpi mahsulot kishi boshiga 80 mingga bo'lamiz taxminan. $3000 80 ming 85 mingga bo'lamiz. Uni anaqasi darajasi 1. Ya'ni daromadni elastikligiga qaraymiz. Masalan, daromadni elastikligini hozir men 1 deb faraz qilganman. Bu degani agar O'zbekistonda sizni daromadingiz 1 yilda 10% ga oshsa, o'lim xatarini kamaytiradigan sug'urtani ham siz 10% ko'prog'iga sotib olasiz degani. Faraz, masalan, siz 1 yilda 10% ga boyib ketsangiz, siz hayotingizni qadrini 10% ga oshirasiz va natijada o'lim xatarini tushirish uchun 10% ko'proq to'lashga rozisiz. Ya'ni shu 1 deb olsak, shu 3000 O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti kishi boshiga 80 mingga bo'lasiz, darajasi 1 va ko'paytirasiz shu 14 million AQShdagi o'rtacha statistik hayotni qiymatiga. Bu tenglamani natijasida O'zbekistonda taxminan 500 ming atrofida chiqadi statistik hayotni qiymati. Bu degani O'zbekistondagi istalgan odamni narxi yoki iqtisodiy qiymati 500 ming degani emas, balki o'sha boyagi terminimizda dollardagi qiymat. Endi misolimga qaytaman. Yiliga atrof muhitda zararlanishi tufayli 3000 ta odam o'lsa, yoki konkret bilamiz, yiliga avtohalokatlar tufayli 3000 ta odam o'ladi. Shu 3000 ta odamni endi siz boyagi 500 mingga ko'paytiring, 1,5 milliardmi? 1,5 milliard chiqadi. To'g'rimi? 3000 ni 500 ming ko'paytirsangiz 1,5 milliard. Hozir 3000 ni 500 mingga. Endi 2 ya'ni 500 1,5 milliard. 1,5 milliard. Ha, 1,5 milliard. Ya'ni mana O'zbekistonda yiliga 3000 ta odam yo'lda o'lib ketsa yoki atrof muhitda zararlanish tufayli, havo tufayli 3000 ta odam, ko'rinmas 3000 ta odam o'lsa, O'zbekiston iqtisodiyoti o'rtacha yiliga 1,5 milliard yo'qotyapti degani. Lekin bu anaqa nima desam ekan, faqat o'limlar haqida gapda, hayot qisqarishini ham anaqa qilishimiz kerak. Ya'ni endi uni hozir u hayot qancha qisqardi, 1 yilga keyin ko'paytiramiz. Men hozir anaqa aytaman, eng oson til bilan yiliga mana statistika qo'mitasi chiqaradi yoki 3000 ta odam o'ldi deydi. Endi o'sha 3000 tani oldida ham biza mayib bo'lganlar bor, oyog'siz qolib ketganlar bor. Ular kirmaydi statistikaga, to'g'ri. Ularni ham kiritsak, ya'ni lower band hisoblaymiz. Eng pastki mana kamida. Chunki buni men argumentlar bera olmayman-da. Mana hozir hisob kitobimni ko'rsaman, 3000 ta odam o'ldi. Endi uni setga narsa qo'shish uchun biroz o'tirib hisoblashimiz kerak. Kamida yiliga O'zbekiston iqtisodiyoti $1,5 milliard faqatgina avtohalokatlar tufayli yo'qotadi, o'rtacha. Endi bu nima degani? To'g'ri, bu katta raqam. Bu bilan nima qilishimiz kerak? Okey, bu ma'lumotni berding, nima qilishimiz kerak deganda, men aytaman nima qilishimiz mumkin. Endi shunaqa savol tug'iladi. Ikkita polosadan ko'p yo'llarga svetofor qo'yilish yoki yo'llarni xavfsiz qilish va hokazo ko'p pul ketadi deyiladi, masalan. Yoki aytiladiki, siz aytgan skorostni 70 dan 60 ga kamaytirsa, men probkada qolib ketaman, 1 yilda 14 minut vaqt yo'qotaman deb odamlar anaqa qiladi, hoyvor qiladi. Endi yo'llarni xavfsizligini ta'minlash yoki butun shu
O'zbekiston yo'llar svetofor qo'yib chiqish narxi $100 million ketsa, uni iqtisodiy foydasini biza mana shu orqali ko'rsatib beramiz. 100 million ketsa, voy, juda ham qimmat-ku. Bu 100 millionga biza shu sement zavodini qursak bo'lardi yoki tam 10 ta samolyot sotsak bo'lardi. Svetofor o'rniga desa, yo'q, aytamiz, to'xtanglar. Mana shu 100 million dollar evaziga yiliga 3000 ta odam tirik qolsin deylik, shu hech kim olmasin desak, 1,5 milliard dollarlik iqtisodiy 1,5 milliard minus 100 million iqtisodiy foyda keladi. Yoki shu zavodingizni, shu sement zavodini filtrini nazorat qilish yoki sement zavodlari yoki o'sha bir qurilishda yoki ishlab chiqarishda o'sha pigoven soliqmi yoki qanaqadir soliqni joriy etsa yoki nazoratni kuchaytirsak, buni xarajati 100 million dollar bo'lishi mumkin. Lekin iqtisodiy nafi 1,5 milliard dollar. Shuning uchun mana shu xarajatlar qilayotganda biza uni faqatgina byudjetdan minus chiqib ketyapti, lekin uni biz foydasini ko'rmaymiz deganda mana shu o'rtacha statistik hayoti 500 mingligi qulay keladi. Mana shu to'ldirib ketay. Masalan, aytmoqchiman, baribir masalan o'limlar sonini deylik o'sha 3000 tadan 2000 taga tushirisham, ya'ni 1000 taga mana 500 million dollar agar qanaqadir bitta narsa o'ylab topsaydi, o'sha 450 million dollar bo'lsa va u 1000 ta hayotni saqlab qolsa, uni qilishga to'g'ri keladi. Majburmiz, chunki biza iqtisod qilayotgan pulimizni 500 milliondan ko'p va hozir boya aytganimiz bu ko'pchilik yana qayerda bu eng konservativ va eng pastki. Masalan, mamlakatda ham borda hayot statistik hayot bahosi bor va to'liq sog'liqli hayot bahosi degan narsa ham bor. Meditsinada, misol uchun, sug'urta qanaqa deydi, qanaqa dori bersa-da, inson hayotini yarim yilga cho'zib bersa, lekin u dori 150 million dollar bo'lsa, o'sha dorini qilish kerakmi degan savolda yo'q deyshadi. Chunki unaqa qiymat mavjud. Sifatli hayot. Masalan 50 ming deylik. Endi masalan hozir 3000 ta odam o'lgan deb olsak, nechilab o'nlab mingta odam shikast olgan, oyog'i sinib ketgan, qo'li sinib ketgan, yura olmay qolgan va hokazo. Endi ularning hayoti ham masalan barbod bo'lgan. O'rtacha o'zbekistonlik juda ham yoshda, endi misol uchun hamma ma'noda. Ular 30-40 yil hayoti dabdalasi chiqqan, endi ochiq aytadigan bo'lsak. Endi shuni agar hisoblaydigan bo'lsak va o'shani deylik 10 dan birini kamaytirsak, 50 million dollar hisobiga, 100 million dollar hisobiga, 500 million dollar hisobiga, borgani milliard dollar hisobiga bo'lsa ham, nihoyatda tarozida nima og'irligi shunday ko'rinadi. Endi biz masalan aytishimiz mumkin falsafiy yo'nalishda hech qaysi insonni o'limi hech qaysi odam mashina haydamasligiga olib kelish kerak degan qanaqadir maksimalist fikr bo'lishi mumkin, lekin agar masalan real texnik fikrlaydigan bo'lsak, texnik ma'noda biz katta qiymatni stol ustida qoldirganimizda noto'g'ri hisoblaganimiz uchun ko'p narsa. Ya'ni mana bu o'sha infratuzilmani O'zbekistonda haydash nihoyatda qiyin. Ko'p haydovchilarga nisbatan o'zim anaqa tanqidim mavjud, lekin ularning gapida jon bor. Nihoyatda qiyin nima deydi, qonunan haydashda, ya'ni hech qayerda svetoforlar yo'q, anaqa masalan piyodalarni ayblashadi, chunki piyodalar ixtiyoriy joydan o'tib ketishadi shaharda, chunki piyodalarning o'tish joylari qilinmagan, svetoforlar qilinmagan, 6 ta polosali yo'l sprinterga o'xshab masalan 9.8 sekund ichida o'tib ketish kerak-da. Masalan, men ham o'ta olmayman hamma chorrahalarda ham. Va hokazo. Shunga argument bo'ladiki, shahar anaqalarida nima deydi, hokimiyatida yo bu qimmat, xavfsizlik boshqa. Endi bema'qul argument. Bizning mana shuni hayotda statistik bahosi qanchalik bu iqtisodiy waste bo'ladi, ya'ni isrofmi yo? Masalan, qanaqa bu katta pul isrofi, ya'ni hayotni masalan baholash bebaho deb turib, hayot bahosini nolga tenglashtirishga yana olib keladi. Ikkilamchilikroqda ozgina qanaqadir bir shu ma'noda. Endi lekin ikkinchi argumentingizga daraxtlar haqida, yashillik haqida. U yerda sal qiyinroqda. Masalan, nima desam ekan, mashina odam urdi, o'ldi, bu yerda sabab oqibatini ko'ra olmaymiz. Yashillikda afsuski yoki havoni tozaligida argumentlar har xil. Misol uchun, o'zi u odam nima deydi,
sog'lom hayot tarzini kiritmagan va hokazo baribir 72 o'ldi, 75 o'lganda nima bo'lardi, har xil safsatabozlik borda. O'shanga qarshi yaxshi argument bor, o'rtacha hayotda farqi. Bir maqola bor, bu xullas ilmiy maqola, ular Xitoydagi bu narsani yaxshi ko'rsatishgan. Xitoyda Xuanxe daryo, ya'ni ko'pchilik bilsa, Yansi bor, Xuanxe bor. Xullas Xuanxe daryoning tepasida, shimolida davlat qanaqadir ma'noda ko'mir bilan elektr energiya va issiqligini yetkazib bergan, janubida ko'mirsiz bo'lgan. Bu tabiiy eksperiment bo'lib qolgan. Va masalan hozirgi kunga kelib o'sha daryoni shimoli va janubini orasidagi farq 5,5 yil o'rtacha umr bo'lganda. Bu 2,5 milliard yil umr. Ya'ni agar aholiga bo'lib olsak, ya'ni dunyoda eng katta iqtisodiy zararlardan biri, endi masalan tug'ilmaslik haqida bu boshqa argument bo'lishi mumkin. Shu-da, ya'ni masalan o'sha deylik 5,5 yil umri agar aholi sonini ko'paytira olsak, shunaqa shikasti bor. Men aytyapman. Toshkentda ham bir hisoblasa bo'ladi. Agar har bir o'sha kvadrat yoki kub yashillikka hayotga ta'sirini koeffitsiyentini ola olsak, qayerdan bilamiz? O'sha Xitoydanmi, Daniyadanmi, Kaliforniyadanmi, qayerdan bilamiz? Chunki odamlar hamma taxminan bir xil. O'sha havo tozaligiga koeffitsiyentini ola olsak, bu o'rtacha masalan deylik, o'rtacha toshkentlik odamni hayotini 6 oyga qisqartirsa ham 3 million deganda 1,5 million yil qisqartiryapti. Agar masalan o'sha daraxtlarning kesilishi o'rtacha odamni hayotini 6 oyga qisqartiryapsiz, 1,5 million yil umrni zoya ketkazdi. Endi o'sha 1,5 millionni boya aytgandek sal-pal 75 ga bo'lib turib, o'sha 500 mingga ko'paytirsangiz, o'sha narxi bor bu zararli va ko'rib yig'latadigan darajada katta-da. Masalan, hozir yarim yil deb turaylik, yarim yilda shu yarim yil umrni 3 million ko'paytirsangiz 1,5 million yil bo'ladimi? 1,5 millionni masalan 75 ga bo'lsa qancha bo'ladi? 1,5 million 75 ga bo'lsak, 5 ga 2 5 ga tez bo'la olmaymanmi? 1,5 ming 200 mingmi? 20 ming? 75 ga bo'lsa 75 ga bo'lsa 20 ming. 20 ming. Bu 20 mingta hayotda 20 mingni misol uchun ko'paytiring. 20 mingta hayot ham anaqada u. Siz dollarda gapirasiz. Bizda dollarda gapirasiz. Inson hayoti, u yillik umri bir tiyin qimmat. Siz dollarda gapiring, dollarda. Bo'ladi, mana masalan bir wow, 1 million dollar, 500 qanchadan hozir hisoblayman? 500 ming dollar. 500 mingdan qo'ydik, o'rtacha 500 ming deylik. Chunki 400 ming bilan 600 ming orasida chiqib qoldi-da, elastistikni o'zgartirib chiqarib. Masalan, 20 o'rtacha 500 ming oling. Xo'p, 20 men просто xato qilib qo'yishdan qo'rqaman. 20 ming 1 2 3 bu qanaqa chiqadi? 10 milliard. Ha. Shunaqa yo'q, to'xtang. 3 ta 0 20 mingni mana 500 ming ko'paytiring. 10 milliard. 10 milliard. Ha, wow. 10 milliard. Endi 10 milliarddan mana mavhumda mana O'zbekiston yalpi ichki mahsulotdan 10% deng. Taxminan bizda 100 million, 100 milliard. Bu stok bilan flow orasida farqi, lekin 10 milliard dollarlik zararda, misol uchun. Katta zararda bu. Ya'ni masalan, hozir men juda konservativ ma'noda boshqalarni yarim yilni ham qilsa bo'ladi, lekin aytmoqchiman, qilsa bo'ladi, har bir keyin masalan shtraflarga solishtiraylik. Men hozir nimaga olib kelaman buni? O'sha tepadagi zarardan har bitta daraxt necha million dollarlik zararligini olib kelish mumkin. Masalan, Kaliforniyaning bittasi daraxt chopganiga 2 million dollar, bittasiga 11 million dollar shtraflab berganda, ularni ham qanaqadir ma'noda shunaqadek hisoblagan. Xo'p, deya, har bitta yashillik bunchaga hayot uzaytirsa, bitta daraxt chopishi necha pul sarf bo'lishi kerak deganda, keyin hisoblaganda aytish mumkin, balki uni buzib o'rniga choyxona qurish unchalik bo'lgan emasdir. Ya'ni agar o'shanga narx qo'yilsa, masalan, mana shu 1 kvadrat yashillik 1 million dollar turadi desa, masalan, men palmani yoki bilmadim 100 million dollar turadi yoki qanaqa narx mavjud qo'ysa, keyin aytish mumkin, ha bo'pti, mayli, park qurmoqchimisizlar, 20 milliard dollar beringlar, bemalol quringlar. Keyin ular aytadi, mayli, unda masalan Toshkentda emas, Mirzacho'lda quramiz parkka deyish mumkin. Ya'ni qanaqadir shunaqa argumentga kelishimiz mumkin. O'shaning uchun men mana shuni nimaga yana aytaman, ko'p joyda bizda
bu haqida gaplashdik boya anaqa haqida false dichotomy haqida gaplashganimizda ham bizda ikkita solishtirib bo'lmaydigan narsani aniq qilishadi. Nima muhimroq, anaqami nima deydi, nima desam ekan, ekologiyami, iqtisodiyotmi deydi. Xuddiki bular bir-biriga qarama-qarshi ishlaydigan narsadaki. Bu bitta narsaligini tushuntirib, masalan, buni qanaqa bitta ploskostda ishlashini olib kelsa bo'ladi va keyin buni sug'urtaga olib kelsa bo'ladi, xavfsizlikka olib kelsa bo'ladi va hokazo. Ya'ni hozir yana ko'p dolzarb anaqalar shu atrofida-ku, ya'ni masalan hozir mana yong'in xavfsizligi haqida bo'ldi, mana aviatordagi katta tragediya haqida masalan gaplashsa bo'ladi. Yong'indan bir qiz vafot etdi misol uchun, katta tragediya. Uni oldini olsa bo'lardi masalan, lekin shu undan keyin yana bitta katta tragediya bo'ladi Rossiyada, bilmaysizlar bormi, Zimniya Vishnya degan anaqa shu savdo ko'ngilochar markazida anaqada Kemerevda 50 tami 100 tam odam o'lib ketdi. Ya'ni juda ko'p odam o'ldi. O'sha yong'in xavfsizligida anaqa eshiklar ochilmagan, pojarni va hokazo. Keyin yaxshi o'shanda nima deydi, rus anaqasida ham diskussiya boshlangan edi, blogosfera deydimi, boshqa deydimi. O'sha yerda ham shu argument keltirishgan edi, ya'ni nima deydi, sug'urta yo'qligi, o'sha hayotda statistik to'lovlar bo'lganda, o'shanda ham keyin hukumat to'lagan boshqa hayot statistik hisoblamasligini oqibatlari shunaqa deb gapirilgan bu haqida. Mana shunda ham yong'in xavfsizligida ham masalan biz jamiyat o'sha yong'in xavfsizligini nazorat qiladigan bir qanaqadir tashkilot bor deylik. Yiliga shu har bitta korxona, o'sha har bitta shu muassasaga qo'shimcha talab qo'yilishi yoki borib kimdir tekshirish natijasida shuncha pul xarajat qilinadi deylik. O'sha byudjetdan shuncha pul keladi, korxonalarning compliance uchun shuncha pul keladi. Qo'shib hisoblasak, aytishimiz mumkinki, o'sha bir yilda o'sha xarajat tufayli o'rtacha 10 ta odam hayot saqlandi. Chunki bitta odam bitta yong'in bo'lmadi, bitta qiz o'ldi, o'sha o'lmasdi. Ya'ni biz marginal mashincha x ko'paytirilgan 0.1x ko'proq yong'in xavfsizlik pul ketkazganimizda yiliga shuncha odam o'lmasdi deyishimiz orqali biz hisoblab olamiz. Insonni shu jamiyatda kollektivni hammamiz ozgina pul ketkazib o'rtacha qancha odamni saqlab qolishga rozimiz deganda o'shanda inson hayotini qadri kelib chiqadi. O'shanda statistik qadri kelib chiqadi, qiymati kelib chiqadi. Shuning uchun o'sha dollarga yoki so'mga chaqish menimcha bizani biroz tartibga soladi, disiplinировать qiladiki, to'xtanglar, bu inson hayoti bebaho deb turib biz aksincha inson hayotini nolga tenglashtirib olmasdan mana shu ozgina ko'proq tartibga solish yoki shu xavfsizlik uchun o'sha farzandingizga o'rindiq sotib olish yoki kamar taqish yoki yong'in xavfsizligini ta'minlash, daraxtni chopmaslik, qo'shimcha arzimagan, bir tiyinga arzimagan svetoforni qo'yish natijasida Marg'ilon uzun kecha yozgan joyimda qanchadan qancha qizlar o'lib ketganda, O'zbekistonda yozishadi 3000 ta odam o'libdi. Bu men ham ikkita Boeing samolyoti sotgan odam bo'ldim. Ya'ni kontekstda bo'rttirish uchun har xil misollar bilan kelib chiqamiz. Men yozdim. Yilga 300 ta bola O'zbekistonda yo'lda o'ladi. Bu degani shu Dreamliner ichiga hamma bolani tiqsib toqqa ursangiz, shuncha bola o'ldi degani. Okey, bu ham ta'sir qilmadi. Mayli, deylik. Endi dollarga chaqaylik. Bir yilda 3000 ta odam o'ldi, bu 1,5 milliard dollar zarar. Buxgalterga shuni ko'rsanglar, agar faqat dollarda gaplashadigan bo'lsak, bu ta'sir qilishi kerak. Endi buni yo'lini olish qanaqa? Yangi Amerikani ixtiro qilish yoki Nobel mukofotini oladigan yechim emas. Oddiy svetofor qo'yish. Bitta svetofor narxi 30 ming, 300 ming dollar bo'lsa, ko'paytiraylik 100 ta svetoforga maktab oldida. Bitta svetofor agar 300 ming bo'lsa, bitta hayot saqlasa, u veganada 200 bo'ladi, masalan, bitta hayot 500 ming bo'lsa, bu 300 ming bo'lsa ham o'shada bitta svetofor bitta odam hayot saqlasa, u cho'ntagimizdan to'laylik, bitta qanchadir qizni hayotini saqlab qolish uchun. Shu to'g'risi o'ylaganimda men juda ham aniq ketaman. Ya'ni bir xil o'ylaydiki, bu ozgina anaqa bu oyoq yerdan uzilgan iqtisodchilar inson hayotini pulga chaqib, o'zini tenglamasga tiqish uchun o'ylayapti. Yo'q, biza aksincha inson hayoti naqadar bebaho ekanligini yana bir bor isbotlash, ko'rsatish, shuning uchun shu bebaho hayotni saqlash uchun o'sha puldagi xarajatlar
ratsional ekanligini ko'rsatish uchun buni dollarga chaqamiz-da. Shuning uchun istardimki, xulosamiz take away misolida daraxtlarni saqlab qolish yoki atrof muhit xavfsizligi, ya'ni PMI indeksini har kuni ko'rib o'tiramiz datchikda. Bu shunchaki bu dinamika yoki somsaxonani yopish kabi bir kunlik anaqalar emas. Bu inson hayoti muhimligi ham qiziq bo'lmasa, iqtisodiy nuqtai nazardan VVP'imizni shuncha ulushi ahilga tashlab yuborilyapti. Ya'ni dollarda gapiradigan odam uchun dollarda misolda. Shuning uchun shu yo'llar xavfsizligi natijasida o'limlarni oldini olish yoki siz boshida aytgan misolingiz qurilishdagi inson ish quruvchilarni xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha sarf xarajatlar bu befoyda emasligi, o'sha metrodagi yoki konlarimiz bor, konlarda ishlaydigan odamlar bor, ularni xavfsizligini ta'minlash va hokazo mana shu anaqalarda men xohlardimki, xarajatlar bu shunchaki xarajat emas, bu iqtisodiy foyda olib keladigan xarajatligini tushunishimizni xohlardim-da. Qani, mana shu narsada-chi men o'ylayman-da, mana shu okey, rag'batli nuqtai nazardan gapiraylik, nimaga bu qilinmayapti deganda, menda ko'pincha anaqa buni zararini hech kim internalizatsiya qilmayapti-da. Ya'ni masalan, o'sha deylik metro qurilishida halok bo'lgan quruvchilar bor-a, ularga juda kichkina kompensatsiya to'lashgan. O'sha menimcha temir yo'llari haqida gap ketyapti, O'zbekiston temir yo'llari kichkina kompensatsiya to'lagan. Agar ular haqiqiy masalan $500 million, $1 million dollarlik kompensatsiyalar olishganida, bu qanaqadir ma'noda hammaga saboq bo'lardiki, okey, bunaqa endi u jinoiy ishlar ochishgan boshqa narsalar bo'lgan, ya'ni bu anaqa bo'lgan, yomon bir ish bo'lgan. Lekin rag'bat ularga qanaqadir sug'urta kabi narsalarga tortilish kerak deb o'ylayman-da. Ya'ni masalan mana shu bizda ham mana bu yo'llarda ham o'zi umuman yo'llarda aviariya ko'pligi, boshqa ko'p har xil turdagi juda mudhish har xil voqealar bor-ku. O'shalarni katta qismi sug'urta tizimi rag'bat orqali ishlanib, sudlar orqali ishlamaslik. Masalan, yana bitta narsa eslayman, endi o'qigan bo'lsangiz kerak, anaqada Anhorda bitta bola cho'kib ketayotganda, bitta kishi sakrab, u bolani qutqarib, o'zlari cho'kib ketdilar. O'sha mahallamizdagi odam 4-5 ta bolani otasi endi O'zbekiston qahramoni katta ish qildilar, lekin bunday o'ylasa o'sha sabablardan biri ko'rsatishgan, o'sha Anhor betonlashganda ushlab qoladigan narsa qilishmaganda. Boshqa mamlakatlarda bu narsani o'sha qilgan hokimiyatni boshqani sudga olib borib, sudlatib millionlab dollarlik o'sha xavfsizlikni o'ylamading degan narsa bilan yutib chiqishardi va ular qo'rqishardi, keyingi gal qanaqadir xato qilsa, hozir kimdir sudlaydi. Men o'zimda bitta anaqa bo'ldi, bir marta menimcha Bostonda edi menimcha. O'tgan yil sizni oldingizga kelganimizda ketayotgandim, anaqa trotuarda qanaqadir remontni o'tirib bo'layotgan, qoqilib tushdim. Men kalaska sudrab ketayotgandim. Qoqildimda, keyin anaqa aytdiki, oldimda turgan bitta odam aytdiki, qiziq gap aytdi. Men kutmagandim, mana o'sha uysiz odam aytdiki, it would be a large check from the city if you fall down. Qiziq edi. Agar dedi o'sha men trotuarda qoqildim, yiqilmadim, ya'ni shu bilan qoldim. O'sha uysiz odam buni narsa bilan turgan odam ko'rib qoldi buni. Endi hozir tarjima qilib beray. Agar yiqilib tushganingda dedi o'sha joyga, yopilmagan bir anaqa trotuar remont qilayotgan joyda, shahar hokimiyatidan katta chek, ya'ni katta bir summaga kompensatsiya olarding endi. Ya'ni hatto har bitta o'sha shahardagi odam o'ylaydigan, agar shahar qanaqadir ma'noda infratuzilmaviy ma'noda xato qilib qo'ygan bo'lsa, u o'sha qilgan xatosi uchun sug'urtalar orqali kompensatsiya to'lashga majbur. Ya'ni shaharni o'sha deylik, Boston hokimiyatining boshqa hokimiyatlarni infratuzilmaviy, misol uchun xavfsizligi haqida qayg'urishi, yoki masalan Nyu-Yorkda ketayotgan bo'lsangiz, tepangizdan anaqa qilib bunday narsalar qilib qo'ygan bo'ladi, ana quruvchi narsa tushib ketmasligi uchun. Bu ham quruvchilarning bir himmatidan emas. Shahar biladiki, ertaga buni sudga tortishadi shahar hokimiyatini mana shu narsani qo'yib bergani uchun. Men nimaga olib kelyapman? Bundan 10 yilcha oldin bo'lsa kerak, Chorvodan Toshkentga haydab ketayotganimda, yo'l o'rtasida betonli plitalar qo'yib qo'yishgan edi. Mana yo'l haydab ketyapsiz, yo'l o'rtasida betonli plitalar va bitta plitaga piyoz
qop bor, qizil qop. Boylab qo'yishganida anaqaga, o'sha armatura chiqib turgan armaturaga. Men endi kechasi haydab ketayotganimda qayilib zo'rg'a yaxshi anaqa nima deydi, o'sha taqdirimda ajal bitmagan ekan, endi mashina to'la bola qayildimda, ya'ni o'ng tarafida mashina yo'q edi. Ya'ni sal chetga chiqib ketdim. Keyin chiqib to'xtadim, o'sha keyin Facebookga yozdim, anaqa videosini qo'ydim, kamerada shu videoga oldim. Ya'ni yo'l o'rtasida o'sha quruvchilar, endi shaharnikimi yo bilmadim, o'sha viloyat quruvchilarimi betonni o'sha polosani ustiga olib ketgan, hech qanaqa alaqasi yo'q, biz qo'yib ish bitirib ketishgan. Keyin qo'ygandan keyin Facebookda o'sha esimda bor, bir xil odam yozdiki, "Ha, biz kecha ham ko'rdik. Kecha kakras avariya bo'ldi o'sha yerda" yozgan. Ya'ni ikkinchi kuni deman qo'yganman-da o'shani Facebookda. Endi masalan bunaqa narsa nima uchun normal mamlakatlarda bo'lmaydi? O'tdagi quruvchilar insofliroqmi? Balki insofliroq bu falsafiy diskussiyadir. Lekin qanaqadir ma'noda kimdir bularni sudga berib enasini ko'rsatib qo'yish kerak-da, mana shu narsa. Ya'ni odamlar hayotini xavf ostiga qo'yish o'zi ham xarajatli narsa. Agar insonlarning hayotini xarajatga olib kelsak, ya'ni qanaqadir advokat aytardiki, mana bu yerdan deydi o'sha Chorvoqdan bu yoqqa minglab odam yuradi, ularning ehtimoli bilan mamlaqa ehtimoli bilan urilish ehtimoli bor. Shu uchun masalan 20 million dollar kompensatsiya to'lab qo'ying deyish kerak, mana shu beton tashab ketganlar. Keyin hech qachon ular o'sha betonni tashab ketmasdi. Ya'ni mana shu endi bu ikkita uch narsani so'rayapmiz-da. Birinchisi, qanaqadir ma'noda sud tizimi, masalan shahar anaqa endi bilmayman, O'zbekistonda ko'rasizmi, bir xil masalan remont ko'chani qilishadi-da, anaqa teshik qolib ketadi. Keyin odamlar o'zi atrofida shoxli qo'yib, shoxini qo'yib, nimadir qilib qo'yishadi. Ya'ni kimdir tushib ham nimadir bo'lib ketmasin deb, boshqa. Ya'ni qanaqadir ma'noda o'sha shahar yoki umuman urbanistikaga, umuman shaharga, qurilishga, boshqa narsalarga mas'ullarda hech qanaqa pullik mas'uliyat yo'q, to'g'ri harakat qilishga, insofdan boshqa. Bu noto'g'ri narsa. Ha, ya'ni chozmi, misol uchun insof bersin, bundoq anaqa atrasini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin ani aytmoqchi anaqa haqida, o'sha Chorvoq haqida. Boshqa odamlarning o'zi bor-ku, eshik aravani qo'yib anaqa o'shandan oldin eshik aravani qo'yib ustiga narsalar qo'yib nimadir qilib, xullas o'shanga znak beradigan narsani odamlar o'zi qo'yib qo'yishgan keyin. O'sha beton ko'chmagandan keyin. Tasavvur qilasizmi? Ya'ni qanaqa bu nima desam ekan? Yovvoyi bir narsada, ya'ni o'sha odamning hayotini bahosi yo'q deb vaholanki, yo'q deganda nol so'z haqida gap ketyapti-da. Mana shu narsa, ya'ni ikkita narsa kerak, sud tizimi kerak, sug'urta kerak. Sug'urta bo'lsa, sug'urta korxonalari shaharlarni yoki o'sha deylik o'sha temir yo'llarini boshqarma sudma-sud tashib pul to'latiradi, mana shunaqa bemas'uliyat ish. Ya'ni tragediya bo'lishidan oldin sudga olib borardi-da. Ya'ni to'xtasiz hayot, insonlarning hayotini xavfini ostiga qo'yib qo'ydilar dedi. O'sha zimniy vishniy qaytadigan bo'lsa, u yerda o'sha pojarniy hid quplangan bo'lganda. Masalan, sug'urta kompaniyalari, xususiy sug'urta korxonalari pojarniklardan farqliroq pora olmaydi, chunki ular o'zini pulidan to'lash kerak bo'ladi har bitta odamga millionlab dollar. O'shanga agar o'sha deylik kinoteatr egasi quplab qo'ysa, avariyaviy anaqa joyi 5-10 million dollarga shtraf qilib ketardi o'sha sug'urta kompaniyasi agar topsa. Va ular o'sha xatolarni qidirib yuradi-da. Misol uchun proxodlarga narsa qo'yib qo'ysa yoki boshqa narsa qilsa va hokazo hokazo. Men deyman, bu yerda ham yashayman. Email keladi xolos. Bizdan sug'urta o'sha nima deydi? Yong'in xavfsizligida masalan kalaskani qo'ysa bo'lmaydi, domni koridoriga masalan. Tushunaman, qo'yish kerak kalaskani, chunki qanaqadir narsa bo'lib qolsa, u yerda aytmoqchiman, qanaqa bu pojar xizmatlari emas. O'sha menejmentni o'zi biladi, ertaga hozir chunki sug'urta straf qiladi degan ma'noda. U tragediya ma'nosida emas, aynan pul ma'nosida. Ya'ni ularning ishi olib qo'ymasa, katta dollarda summaga straf qiladi, shu uchun qilish kerak. Mana shu narsaga qanaqadir undaydigan institutsiyalar o'ylab topilishi kerak deb o'ylayman. Shundagina menimcha tartib bo'ladi. Unaqa boshqachasiga faqat o'sha qarg'ish bilan insofga chaqirishda. Zo'r aniq misollar bo'ldi. Sug'urta va sud tizimi kerak. Har doimgidek boshqa misollarda ham ko'p shuni tilga olganmizda, boshqa mavzularda yana bitsa bo'ladi. Bo'ldi, menimcha. Keyin buni qanaqa hisoblash, shu boyagi inson hayotini qadriga menimcha ozgina o'tib ketdik. Qanaqa hisoblanadi degan har xil anaqalari bor.
kimdir so'rashi mumkin, okey, qanaqa hisoblanadi O'zbekiston kontekstida yoki AQSh deganda, har xil metodlari bor. Shu birinchisi o'sha xavfli ishda ishlayotgan odam, masalan, siz konda ishlasangiz, o'lim xavfi 1000 dan 1ga oshadi, lekin siz $2000 ko'proq pul topasiz. Masalan, shu $2000 bo'lasiz 1/1000ga chiqib keladi. O'sha orqali hisoblashadi. Ya'ni siz o'sha oynani tashqarisida, binoni tashqarisidan yuvish oyligi bilan oynani binoni tashqarisida yuvish bilan solishtirganda chiqadi va o'sha stated preference, odamlar so'rovnoma qilasiz yoki kelajakdagi maoshlarini taxmin qilib, bugungi kunga diskont bilan bo'lib anaqa present value topasiz. Adashmasam oxirgi metodika kamroq ishlatilyapti. Ya'ni turli yo'llari bor. Ya'ni biz aytayotgan raqam osmondan olingan emas. AQShda bu o'sha ekologiya vazirligi chop etib kelar edi. Men yaqinda bilib qoldim. Yanvar oyidan boshlab Tramp administratsiyasi buni, ya'ni o'sha ekologiya vazirligiga ko'p cheklovlar bo'lyapti. Ya'ni ular tadqiqot departamentini yopishdi va bu raqamni chiqarishni ham to'xtashar ekan. O'zi AQShda ham bu diskussiya bor. Masalan, Bush paytida ham anaqa bo'lgan ekan. Kichkina Bush paytida aytishgan ekanki, hamma odamni statistik hayot qiymati bir xil emas. Masalan, nafaqadagi odamlarni statistik hayot qiymatini diskont qilaylik degan ekan Bush administratsiyasi. Ya'ni 30%gami, 40%ga diskont qilaylik, chunki nafaqadagi odamlar 70-80ga kirgan, ularni o'sha hayoti kamroq qolgan, yoshlikka qaragan, shuning uchun ularni o'sha statistic value of life 30% diskont qilinsa, odamlar anaqa qilgan ekan, nima edi, protestga chiqqan ekan, yoki teskarisi. Chaqaloqlarni statistik hayot qiymati ko'proq bo'lishi kerakmi? Bu ham anaqa bahsi. Shuning uchun anaqa ham masalan nima deydi, ta'lim darajasi, sog'lig'iga qarab ham o'lchanadi. Yashaydigan joyi, hududi. Chunki sug'urta ham shunga qarab baholaydi. Masalan, shartli Navoiyda yashaydigan inson bilan Shohimardonda yashaydigan insonni atrof muhit riski har xil. Masalan, Navoiy, Azod va hokazo inson hayoti umri balki kamroqdir Shohimardonda yashaydigandan ko'ra. Ya'ni geografik inson joylashganligi ham ahamiyatga ega. Yana nima desa bo'ladi? Menimcha shu taxminan. Menimcha shu to'g'risida gaplashmoqchi edik. Agar sizda qo'shimcha bo'lmasa, Behzod 1 soat gaplashimiz. Xullas, mana shu narsa bizni yana bir bor qaytaramiz. Inson hayoti bebaho, lekin inson hayoti bebaho degani bu nolga teng emas. Inson hayoti bebaho ekanligini yana bir bor his qilishimiz uchun biz uni shu iqtisodiy, shu statistik nuqtai nazardan so'mga yoki dollarga yoki bir qiymatga chaqib olsak, shu inson hayoti haqiqatan ham bebaho ekanligi va uni shu o'lim riskini kamaytirish yoki uni hayotini sifatini oshirish yoki siz aytgandek inson o'sha nima edi, umr davomini oshirishga ketadigan xarajatlar bu shunchaki bir byudjet xarajatlari emas, balki shu iqtisodiy nuqtai nazardan foyda olib keladigan xarajat ekanligini anglasak, menimcha ko'p savollarga javob topgan bo'lar edik deb o'ylayman. Ana qo'shilaman shu fikrga. Rahmat Botir aka, rahmat bizani tinglaganlarga, tinglovchilar. Eslatib o'taman, bizning hamkorimiz Juru, ular yetakchi muhandislik va infratuzilma korxonasi O'rta Osiyo va Kavkazda faoliyat olib borishadi. Juruga katta rahmat. Botir aka, yana yakuniy so'zlaringiz bormi? Menda yo'q. Menimcha shu mavzu, menimcha albatta buni ko'proq gaplashsak bo'ladi. Menimcha umid qilamanki bizani tinglayotgan odamlarga biroz bo'lsa ham foydali yoki tushunarli bo'ldi deb hisoblayman. Agar sizda yakuniy anaqa gaplar bo'lsa, bemalol. Yo'q, menda ham bo'ldi shu eksternallarni hisoblashga menimcha kerakli mavzu. Biz eksternallar haqida gapirdik, mana shu haqida ham aytib ketish kerak. Zo'r bo'ldi. Rahmat Behzod, kattakon, sizga vaqtingiz qiziqarli bo'ldi.